qizlar. Directimga bitta soобщение keldi. To'g'risi juda ham hayratda qoldim bu narsadan. Menimcha bu bahona deb o'ylamayman, lekin shunaqa bahona bo'lib turmush o'rtoqlarida. Yaqingi vaqtida ularda havo chiqqan ekan va turmush o'rtoqlari hayron bo'ldi. Ular uchun bu birinchi marta hayotlarida bo'lgan bo'lsa kerak-edi. Bu narsani tekshirish uchun xiyonat qilibdilar. Ishonasizlarmi, 3 marta xiyonat qilibdilar va 3 marta xiyonat qilganlarida birinchisi chiqmabdi, ikkinchisi chiqmabdi va uchinchi xiyonat qilgan insonlardan ham shunaqa vaziyat bo'lgan ekan. Mana shu narsani ayollariga yana aytibdilar. Juda ajoyib insonlar bor. O'zi bu narsani menimcha xiyonat qilish uchun bahona deb o'ylamayman, lekin shu narsani bahona qilib turmush o'rtoqlari xiyonat qilib, yana o'zlarining oqlashga harakat qilibdilar. Tozosti mushaklari bo'shligini, zaifligini hisobiga ularda havo chiqqan va erlari shu narsani ayollariga yordam berish o'rniga xiyonat qilib tekshirib ko'ribdilar.